Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi kunda mamlakatimizda aholi turmush darajasini oshirish, kambag'allikni kamaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Prezidentimizning 2024-yil 16-dekabrdagi video selektor yig'ilishida banklar oldiga bir qator vazifalar qo'yildi. Ushbu topshiriqlarni amalga oshirish maqsadida Mikrokredit bank tomonidan ham maxsus chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi. Sizlarga ushbu dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Birinchi yo'nalish mahallabay ishlash tizimi. Bank tarkibida maxsus departament, hududlarda mahalla sektori tashkil etildi. 1121 ta mahallaga 332 nafar mahalla bankiri va har bir mahallada yordamchi agent biriktirildi. Ular orqali aholi ehtiyojlarini o'rganish, maqsadli moliyaviy xizmatlarni yetkazish tizimli yo'lga qo'yildi. Ikkinchi yo'nalish kreditlash orqali faol qo'llab-quvvatlash. Joriy yilning o'tgan 4 oyida bank tomonidan jami 3.6 trillion so'm kredit ajratildi. Buning 1.8 trillion so'm, ya'ni 50% bevosita mahalladagi aholi va tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri yetkazildi. Oilaviy tadbirkorlik, biznesga birinchi qadam, mahalla bankiri kabi dasturlar ushbu jarayonlarning tayanchiga aylandi. Uchinchi muhim yo'nalish ish o'rinlari yaratish borasida yanvar-aprel oylarida bank ko'magida qariyb 122 ming nafar aholi bandligi ta'minlandi. Shundan 76 ming nafari tadbirkorlikka jalb etildi. Xususan 18 mingdan ortiq mikro loyihalar amalga oshirilib, 38 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. To'rtinchi yo'nalish bank mijozlari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar. Hisobot davrida bank mijozlari bo'lgan 17 ming nafardan ortiq tadbirkorlar bilan uchrashuvlarda ko'tarilgan murojaatlarning 5 mingdan ortiq ijobiy hal qilindi. Buning natijasida 6 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. 5-yo'nalish ijtimoiy dasturlar, tashabbuslar. Buxoro viloyatida kambag'al oilalarga 900 million so'mga yaqin homiylik mablag'lari hisobidan xonadonlarni ta'mirlash, chorva mollari boqish, tomorqasida ekin ekish uchun urug' va agrotexnika, tikuv, mashina, issiqxona, maktab, hududlarda sport maydonchasi, go'zallik salonlari tashkil etildi. Bundan tashqari, hududdagi 53 ta mahalladagi 380 ta kambag'al oilaga 10 ming tubdan ortiq mevali ko'chatlar tarqatildi. 6-yo'nalish turizmni rivojlantirish. Yaqinda foydalanishga topshirilgan Xorazm viloyati Xiva shahridagi Arda Xiva turistik majmuasida bank tomonidan mehmonxona, savdo majmualari barpo etildi. Loyihalarni amalga oshirish uchun tanlov asosida pudratchi korxonalar jalb etilib, 185 milliard so'mlik investitsiya kiritildi. Bugungi kunda Arda Xiva loyihasida qurilish ishlari yakuniga yetkazilib, foydalanishga topshirildi. Natijada 300 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Shuningdek, Prezidentimizning 2024-yil 29-noyabrdagi 410-sonli qaroriga asosan Xiva shahridagi 4 Shavvoz madaniy meros obyektiga tutash 602 gektarli maydonda hunarmandlar markazi barpo etish belgilangan. Mazkur loyihani moliyalashtirish maqsadida MKB Kasana Invest Group MCJ ustav kapitaliga bank tomonidan yana qo'shimcha 435 milliard so'mlik investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan. Keyingi yo'nalish namunaviy loyihalar doirasida aholiga ijaraga berilgan 1141 gektar yerda bir kontur bir mahsulot asosida dehqonchilik uchun 159 ta loyihaga 2.2 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi. Ushbu yerlarda daromadli eksportbop mahsulotlar yetishtirilmoqda. Shuningdek, super loyihalar doirasida yetishtirish, qayta ishlash hamda sotish zanjiri yaratildi. Albatta ushbu loyihalar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi ortib, aholi daromadi yaxshilanishi kutilmoqda. Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, Mikrokredit bank tomonidan yo'lga qo'yilayotgan mazkur ishlar aholining faol iqtisodiy hayotga jalb etilishi, daromad manbalarini kengaytirish, bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.